shakar ortiqcha yeyilsa, tana vaznini oshiraman, tishlarni chiriytaman va energiya balansini buzaman. Men uzunman-ka. Ne kun bo'yi energiya beraman va ichak faoliyatini yaxshilayman. Men to'yingan yog'man. Ko'p yesang shunga, yurag'ingga yuk bo'laman. Men yog'li, tuzli va mazaliman. Lekin ko'p yesang voq, bosiming, vazning, xolesterining ko'tariladi. Qovurilganimda hidim chiroyli. Lekin ko'p yesang, yog', tuz, qovushimchalar ichingda yig'iladi. Men kalbasaman. Muzlatkichda sovib turaman. Lekin ichimdagi konservantlar har doim harakatda. Egam tez narsa qil deydi. Men tez pishaman, lekin keyin bosh og'riq va shish paydo bo'ladi va menda qurt ham bor, ehtiyot. Egam tez narsa qila deydi. Men tez pishaman, lekin keyin bosh og'riq va shish paydo bo'ladi va menda qurt ham bor, ehtiyot bo'l. Men qovurilgan va mazaliman. Lekin ortiqcha bo'lsang, sog'lig'ing meni ayblaydi. Men tez kuch beraman, lekin ortiqcha bo'lsang, bosh aylanishi, uyqusizlik va yurak stressi ham meni qo'llab-quvvatlaydi. Men aroqman. Avval kayf beraman, keyin boshingni og'ritaman va jigarga zarar yetkazaman. Men bananman, men kaliga boyman, mushaklaringni quvvatlayman, lekin meni sovutkichga solma, darrov xafa bo'laman. Meni har kuni yesa, qon shakarini barqaror ushlab, sog'lom energiya olasiz. Yurakka ham foydaliman. Menda antioksidantlar bor. Immunitetni kuchaytiraman va shamollashdan himoya qilaman. Menda kuchli antioksidantlar bor. Qon aylanishini yaxshilayman va yurakni himoya qilaman. Menda A vitamini ko'p. Ko'zni mustahkamlayman va terini sog'lom qilaman.